Assalamualaikum ikrarlı göz kürmeler. Muş vaxtınla xeyirlik olsun. Ben Adil Uygur, Uygur Tədqiqat İnstitutu namını əmələ salam yollayım. Hər həftə institutumuzun müdiri, şundaqla Hacettepe Üniversitesi Elbet Fakültesi, Tarix Bilim Oxutucusu Doçent Doktor Erkin Ekrem müəllimlə tuzgulatqan Xalqara vəziyyət və gün tərtib namı programımıza xoş gəldiniz. Müəllim xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Biz bugün fərqli bir temin üstü toxtalmaqçı, yəni Xitay cəmiyyətində ayolların ornu. Bu qandaq bu temin tanlab qaldı degan vaqtimizda bu Sri Lanka bosh ministri Amar Soria bu Beijingda o'tkazilgan bu xalqaro ayollar yig'inidan burun bir bayonot e'lon qildi. Bayonotida Xitoyda bu ayollarning haqqini qo'g'dash, jinsiyat barobarligi yoki tengligi temasida nihoyatda yaxshi ketayotgan davlat ekanligini alohida eskartdi, ya'ni hatto dunyoga ulgu bo'ladigan davlat ekanligini bildirdi. Yani 30 yıl burunmu yani Xitayda bu şundaq bir ayollarning o'rnining yaxshi ekanligini, ammo hozirgi bu Xitoyda bo'lsa texmi yaxshilanib ketganligini, dunyoga mushu sohada boshlanish qilganligini alohida eskartdi. Biz bugungi programmamizda haqiqatan shundoqmi? Xitoy jamiyatida tarixda hozirda Xitoy jamiyati ayollarning o'rni zoti qandoq? Bu ayollarning bu ijtimoiy qatlam tuzumini alohida ta'kidlaydigan Kungzuga o'xshash bir ideologiyani uzluq qilgan bir Xitoy jamiyatida ayollarning o'rni qanday yuqori bo'ldi, dunyo qanday boshlanish qildi. Hatto ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda hammadan ko'p ayollar zulmga uchrayotgan mushlar bir sharoitda qanday bo'lib Sri Lanka bosh ministri Xitoyninki bu ayollar huquqini qo'llashda dunyoga boshlanish qilgan bir davlat ekanligidan iborat mush bir narsani o'tirg'i chiqirdi yo kun tartibga haqiqatan shunaqmi degan savolga javob berishimiz. Muallim, aldı bilan bu Xitoycha xat tiliqi bu savoldan boshlasak, bu Xitoycha xatga nü degan xat amaliyotda men bu doktorlik maqolasi yozgan vaqtimda nihoyatda bir ko'p izlangan. Bir ayol kishiningki itoat qilgan, ta'zim qilgan bir rasmini bizga jonlantirib turdi. Bu shundoq bir Xitoycha xatida ayollarni tuyan ko'radigan bir jamiyat yoki madaniyat qanday bo'lib sizcha bu dunyoga ayollar huquqini qo'llashda boshlanish qila oladi? Hem de Xitay'ınki ötmüşke karaydıgan bolsak, anneannege karaydıgan bolsak, bayasız degendek ayal kiş muşu erkekninki aldıda tiz çökep onun hizmetini kıldıgan bir canlıq yani. Yani şununla erkekler biri bolsa xotunun neçisi buludu. Yani xotun bile ten beraber emesligini köstüdü. Bu bir. İkincisi muşu tarihte muşu ayal kişiler erkeklerinin hakkını, hukukunu kovduğun ayallar onunkin tarihte isil ayallar dep nurgun Xitayning 24 sülale tarihlerde ayallarga belgen bazı bölümler var. Şu ayal meselelerini yazdılar. Şu ya da şu erkekninki hukukunu, hakkını qo'g'dab bergachga yaxshi isil ayol bo'ladi hamda. Bu ahvol qachon o'zgardi degan vaqtida shu Yuanshkayninki nima bu jumuriyati Junxamingo qurilgan vaqtida asta-asta o'zgardi, ammo necha ming yillik bunda bir an'ana birdamning ichida tugab ketgani yo'q, ya'ni shuningga u an'ana u sinib ketgachga hozirmi er ayal ten beraber degan gapninki o'zimi erkekni esası algan bir ten beraber var. Yani erkeklerde qanday hukuk bo'lsa, misalga maaş chetdan, misalga ish qilish chetdan bu ayollar bilan teng bo'lsin. Erkeklerde qanday hukuk bo'lsa, shu hukukni bersin. Qanday haqqi bo'lsa, shunday haqqini. Yanıla erkekni merkez qilgan bir tushuncha bor Xitoyda. Şununla Xitayninki meyli asas kanun bulsun, meyli ayollarninki hakkını qo'g'dash qonuni bo'lsin, chiltishga dikkat qilgan bo'lsak, yanıla şu erkekni esas qilib turib, onundan keyin erkeklarninki haqqi qarab ayollarga teng berish degandek bunda bir tushuncha var. Hamda bunda bir tushuncha, bunda bir zihniyat de bu xalqarada davatkan
ayollarninki huquqi, ayollarning haqlari degan nima angla biroz farqi bor. Muşnaq turuqluq agarda Sri Lanka ya da boshqa Asiya devletler aşına deb жүрген bo'lsa, Xi Jinping nutug'ida shu demagan isil gaplar qolmagan bo'lsa, ammo u madaniyatning ostida yotgan o zihniyat mavjudli bo'lgan bo'lsa, o degan gaplar hammasi quruq gap bo'lib qoladi. Bu Xitoydagi siyosiy tuzilmada bir huquq markazlashgan bir davlat. Uni seviyada atılıq medeniyet bunayet hükümran olunduğun bir medeniyet. Onun size bu Xitayda Avrupa'ya okşaş, Garip cemiyetine okşaş, demokratiya, insan hakları degan narsa tamamen farklı. Muşundaq narsa ego olmagan bir devlette hele o ayalın hukuki normal erlerinin mi yoki insonlarning insondek yashaydigan bir huquq ega bo'lishi ega emasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Siz deb qilyapsiz davomli. Ya'ni Xitoyda inson huquqini qo'llash emas, davlatni huquqini qo'llash uchun faqat inson vosita qilib ishlatildi. Ammo Yevropa yoki G'arb ellarida bo'lsa, insonning huquqini qo'llash uchun davlat mavjud bo'ldi deb bundoq. Butunlay tamoman ikki xil ko'z qarash borligini deganingiz. Bu Konfutsius bu alayı ta'kidni bor. Konfutsiyda bundoq bir gapi bor. U yerda dunyoda ikki narsani ikki odamni adam qilmoq bak tez. Birinchisi eski odamni adam qilmoq zaten tez. Ayol kishini adam qilmoq texmi tez degan bir gapi bor. Undan keyin endi bu ayollarni bundoq tuvan ko'rib, erlarni yuqori ko'radigan bundoq Xitoycha maqol tamsillarni intayin ko'p. Shu Konfutsiusninki bu ideyasi 2000 yildan beri Xitoyning madaniyatiga singgan bo'lsa, undaqda bu ayol kishiniki huquq jihatdan barobar yoki insondek yashashida eg'izish intayin test deb qarasak bo'larkan. Bu Konfutsiusning shunday haliqi past odam bilan ayol kishini birga qo'yish sababi zot nima sizcha? Yani ayol kişini bu erkekler tam beraber kömgenliğini, bu cihanını yaratkan insanların erkekler esas bolğanlığını ve ayol kişiler yalğızla erkeklerin hizmetini kıpırdıgan bir şahsiyet bolğanlığını qabul kılıdı hem de konuzuma. Şununla konuzunki eserleri ki o eser konuzu yazmığa hem de misalga Lunyu'da ayol kişiler hakkında benim tapqılı olmaydı. Eğer ayol kishi chiqqan bo'lsa, boya siz degandek yo shovrin bilan, pasadan bilan o'xshash ko'rsatib yoki nachar ishlar bo'lib qolsa ayollarni ko'rsatdi. Hozirmi Xitoylar shu Konfutsiusninki ideyasini modern, ya'ni zamonaviylashtirgan Konfutsius ideyasini shu xalqaroga ijroat qilsak, tonutsak, o bu deydi. Yani Konfutsiusninki nimada engida bundaq ayollarga bir tang baravar beradigan bir narsa yo'q yani. Bu Xitoylar, hozirgi Xitoylar marksizmni qabul qilib, g'arblikni qabul qilib, modern va yo zamonaviy bo'ldik degan bo'lsa-mi, hozirgi shu Xitoyning boshqarish tuzumiga qarab boqaylik. Ya'ni bular kommunist-ku, kommunist degandanki bütün insonlar, bütün er-ayollar tang baravar bo'ladi deb uni qo'g'daydigan partiyamdi. Misolga deylik, Xitoy shu Cumhuriyet Mingo kurulgandan beri, şu 1912, 1927-28 ve 1949. Şu Xitayning kurgan cumhuriyetleri de bir devlet reisi ayol bo'lgan bormi? Yo'q. Misalga hozirgini deylamdi. Devletni boshqarayotgan şu siyosiy byuro degan bir idora bor hamda. Buningki doimiy a'zoligi 7 kishi bor. 7 kişinin içinde bir ayol bormi? Yo'q. Bununki daimiden başka yani bu 24 a'zosi var. 24 a'zonun içinde hiçbir ayol yok. Yani Xitoyning Komünist Partiyaning hakimiyeti Xitoyni boshqarayotgan eng mig'izli organ bular. Bunun içinde ayollar yok. Qanday tang baravar bo'lalaydi? Misolga deylik, Merkezi Komünist Parti komite degan bir organ var. Bu organda şu Xitoyni boshqaradigan va yo hokimiyat beshiga kelalaydigan eng talantli odamlar bu shu komiteda. O'tganki 20 qurultayda
205 adam saylandı. 205 adamның içinde 10 tane ayal var. Yani 205'den 10 az yani. Misalga deyli, hazırki Xitay hükümetinde 26 ministerlik var ki, bu 26 ministerlik yani baş ministerlikle bağlanğan 26 ministerlik ve bazı organlar var ki, bu organların 26 organның içinde yalnızla 2 ayal var. Birisi şu e, insan menbeleri ministerligiga o bir ayal Hırung deydigan nima Wang Xiaoping deydigan. Onun dikin adalet ministerligi var ki onun ismi Hırungga o mu ayal ki. Yani 26 ministerinin içinde şu aran 2 ayal var. Moyun ministerlikte ayallar yok. Onlar degan vaqtida yani Xitoy o'xshash rangdagi kiyimini kiygan hammasi erkek degan gap hamdi. Yani Xitoyni boshqarayotgan hokimiyat sap erkek. Ama bu 13 yıllarınki Xi Jinping'ninki nutqi qaraydigan bo'lsam hamdi. Bu Xitoyning ayollari şu dünyada bütün şu ayollarni qo'shsami Xitoyning ayollarchilik huquqi, haqlari u bu yo'qda. Shunchalik bayashat. Ama bu misollar uni unda ko'rsatmayotdi. Shuningga Xitoyning deganlari boshqa, qilganlari boshqa. Çünkü ularninki zihniyati ve siyasi an'analarida ayol kishilarga undaq bir ahamiyat bergan bir düşünce veya icraat yok hem de. Şu Xitoyda ayollar to'g'risida xeli bir maqola yozib, izinib baxtim deb o'ylayman endi. Bu shu Xitoy xatlar ichidami ayollarni kamsitadigan Xitoy xatlarning soni ayollarni maqtaydigan Xitoy xat soniga qaraganda ko'proq nisbatan ishlashgan uchun maqol tamsillar shundoq. Shu ayollar munosabatda ayollarni bunday maqtaydigan yoki ijobiy ko'rsatadigan maqol tamsil soni intayin oz. Yomon ko'rsatadigan, salbiy ko'rsatadigan uni maqol tamsil soni intayin ko'p. Hatto ayollarni ayol kishi falokatning manbasi deb ataydigan bunday maqol tamsilma bor. Onun üstüne sizin belki birazdan to'xtalishingiz mumkin. Bu Yin Yang degan Xitoyninki shu ideologiyasini markaz o'rin turadigan shu ideyasimi Yin ayol kishini ko'rsatsa, Yang er kishini ko'rsatadi. Belki siz tushuntirib berishingiz mumkin. Yin degan passiv, qorong'u, bir narsaga tabi bo'lgan, beqind bo'lgan, manda bo'lgan bo'lsa, Yang bo'lsa aktiv, jonliq, hayotliq, nur, ishq degandek mana ma'ni bildirdi endi. Ya'ni ayol kishi mana shu Xitoyning shu yingda o'ziniki o'rnini aks etgan deb o'ylayman. Siz shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Hem de bu Xitayninki bu Daoizmninki felsefesinde mışındak cihanı işkiga bölüdigan mışına bir adeti var. Yani dünya aslında bir bütün. Şununla işkiga bölündü. Yin ve Yang'a bölündü. Bula yani Yin Yang'ın arasında 5 metal yani Wuxing degan narsalar bir-birisi bilan bo'lgan munosabatlar bilan jahon qurildi deydi. Yani jahonni qurgan bu yin mabadeydi. Fakat pratikte bu yinninki rolü onda çok emez. Neziriyede, felsefede yinninki bir rolü var. Çünkü yanını toluklaydı. Yani yanın içi de yin var, yinin içi de yang var. Hele ki yin yanınki haritaya karsak mı, oppa kısmının oturduğu bir kara var. Qop-qaranınki oturduğu bir ak var. Yani birbirisi kirişip ketken, birbirisini toluqlagan deydi. Ama pratik hayatta birbirini toluqlagan yok. Yani ayol kishi erkeklerge tabi bo'lgan ahvol var. Bayağı siz degandek Xitoyninki kültüründe, medeniyetinde, maqal temsillerde bunda misallar yamançık. Yani misalga bir Xitoy ayollar putini bağlaydigan bir adet vardı. Bu adet şu Sun sülalesinden başlaydı. Misalga Sun sülalesi Xitay medeniyeti koyuq bo'lgan bir sülale.
Ondan evvelki bazı sülale, başka medeniyetler, başka kültürleme kırgen bir medeniyet battı Xitay. Mason sülalesi Xitay hem de. Şu vakti da ayal kişilerini muşu putunu oğursa, kiçik putla yaxşı çıraylık göründü dep onunla şiir yazıp, onun medhitlep, nurgun nəslərini dep kıldı. Şununla ayallarının putunu bağladı, o sunekler hemmisi sunudu, chiqadimi ko'rib baqqandu hamda bir xil nimada hamda bir ishkanjada bu hamda. Asl nima u degan vaqtida ayol kishini uydan chiqarmaslik. Shuningga bu yit bayramdek shunda vaqtlarda oilasi bilan birga talog'i chiqil bo'ldi. Ondan keyin nazariyani shu ko'ngzi falsafani shu targ'ib qilgan cho'ng-cho'ng shunday filozoflar Xitoyni shu ayol kishilarninki erga xizmat qilmoq, bola tug'moq, shundaqla uydagi ishni qilmoq degan narsani tashviq qiladi. Bu so'ng vaqtidagi bu ko'ngzi ideyasiningki filozoflar. Va agarda chiqadigan bo'lsa, uyninki bir eri bilan bu yit bayramda talaqlarga chiqalaydi. Ammo u puti andaq bo'lgandan keyin jiroqlarga mangolmaydi. Shuningga yana talaqqa chiqolmaydi. Uydalar. Shuningga bu ayol kishini uyga shundaq yipiq tutish nima vaqtida u so'ngdan keyin u Kubilayninki Yuan sulolasi qurildi, Mo'ng'ullar. Bu biraz acizladi. Ya'ni misolga Xitoydan boshqalari ayollar putni bog'lamaydi. Ammo Yuan sulolasi o'tib ketgandan keyin bu nima Ming sulolasi u shu Xitoyninki aloyidligini qo'yiq ko'rsatgan bir sulol. U vaqtida yana boshladi shu put bog'laydigan. Misolga Ming sülalesini kurguzuvchi Juyanjanninki birinchi xotinininki puti bog'langan emas. Chunki u Mo'ng'ullarning Yuan sulalesida yashagan. Misolga Manchur vaqtida Manchur ayollar bog'lamasin bo'ldi. Yana bog'lagan yana Xitoy. Yani bu Xitoy put bog'lash masalasi 1950'lerde 60'largacha devam qilganini xabarlarda ko'ryapmiz. Shuningga ayol kishilarga zulm qilish, ayol kishilarga mushta besim ishiltish, ularni kamsitish, past ko'rish, bir xizmatchi yerga ko'rish bu Xitoyninki an'anasida qilib qolgan qoldiqlar. Ammo hozir kommunizmni qabul qilgan taqdirdami, boya men bergan misollarga o'xshash siyosiy jihatda bularda bir teng barobar yo'q. Agarda siyosiy huquq jihatdan teng barobar yo'qsa, u vaqtida boshqa sohalardami uningki nimani huquqini, haqqini izlashma pek tez deb o'ylayman. Ma'lum bu Xitoy bo'pmi mushu bir bola tug'ib pelal yo'l qo'ygandan keyin Xitoy jamiyat nurg'un oilalar iliqi ayol kishi homila bo'lib qolgan vaqtida agar qiz bo'lib qolgan vaqtida qiz bolani tushirib yetadigan bo'lib yeziladiku o'g'il bolani tug'digan shunaqa avval ko'payib ketibdi ekan. Ya'ni iliqi Xitoyda texnika taraqqiy qilib bolaning jinsiyatini bildigan vaqtda unda pul va oila nimaga olib borsa doktorxonaga olib borsa bilgandan keyin qiz bo'lib qolib tushiradigan ahvollar umumlashib ketgandan keyin buningki allburun bir ijtimoiy masala aylanib ketganligini. Muşu sebepten de başka sebepten var elbette. Xitayda bir 100 erge, 100 ayalga 113 erinin doğru kıldıqanlığını. Kız er ayal er ve bu ayal oturucu nüfus temponsuzluğunun nait eşip ketkenligini. Şunun bilen birge muşu Xitay erlerininki toy kıldıgan muvaffaq kız bal tapamaganlığını. Şuna bu Şarkı Janub Asya'da Vietnam deymiz, Tayland deymiz, Laos deymiz, hatta Pakistan'dan kelin ekirgenligiga. Hatta muşu sahada nurgun bir ticaret soğuduğunki şekillengenlikini, neçe milyar dolarlık ticaret şekillengenlikini. Hatta bu adam etkisi çıkarıp yüzülüm atkallığı ait
maqalla, ko'rdik, xabarlar angladik, statistikalarni nima qildikda, mushu ahvol hatto ba'zi bir televizion programma bo'libdi ekan muallim. Mesela qiziquvlarni juplashib qo'ydigan-chu. Masalan, 200 Xitoy kishi berib olgan bo'lsa, birla ayol kishi borda ham deyadi. Demak, bir ashar nima qayerchiligi bor? Ayol qayerchiligi. Hatto burun biz anlaytdık hem de uyda oturup kalan kız oldu deb anlaytdık hem de tırnak içinde. Hozir Xitoyda uyda oturup kalan kishi dedik ham. Manda bir ifade demiş ketken gap. Bu Xitoyning o jamiyatdagi masala ayrim bir masala muallim. Ama dal shu to'y qilolmagan, uyli quchoq bulanmagan, to'y qizal topolmagan bu Xitoylarni Xitoy davlati qanday betaraf qildi desa, ma'lum. Birinchi chorasi shu bizning Sharq Turkistonga evatish. U yer evatganiki u yerda bizning qizimizni majburiy uylantirish. İşte aslında mao bizni o'ylantiradigan bizdagi munosabatli qism deb o'ylayman. Demak, sho'g'lim Xitoyda bir ijtimoiyat yuz bersa ma'lum. U cho'qim bizga ta'sir bo'lgan demak cho'g'im. Bevosita bo'lmasin bizga ta'sir qildi ekan. Xitoyda iqtisodiy kriz yuz bersa yoki shunga o'xshash ijtimoiy masalalar kelib chiqsa, ko'proq ta'sir uchraydigan bizlar ekanmiz deb o'yladim men. Bu biz qaytib kelsak, shu Xitoyning ayol kishini past ko'radigan ideyasi, shu bizning vatandagi zulm bilan siz munosabatga qarab qaramisiz? Bu bayağı dedi o Xitay'ınki zihniyetinde ve medeniyetinde, siyasi medeniyetinde bağ boğan nesi boğan eken. Bu zihniyet bizim memlekette mi, Xitay'ınki o siyasi başkuruşta mı o ayan bolu demdi. Ve bizim Şarkı Türkistan'da şu 10 netçi 16 yaştan şu 20 yaşkaça kızla buluş lazım işkirde işleş için. Nime için bu yaşını bir yere koysa yani? Halgancı bir adam, halgancı bir yaşta berip işlisi bulmamdı. Anı çekilgenden ki bir manası var uyada. Yani seninki kızlarını hemisini işkir kapırıp uyada bularını sındırıp yok atmak cemdi. Hemisi o Xitay bile toy kılıp Xitaylaşıp gitmesi mi? Köp aşnak buludu hem de. Tarihte bununki misalları mı var? Hem memleketinin işçiydi mi? Ayal kışlağa bek ekmiyet bergenligini mi bek körep ketmeymiz hem de. Uygurlarga. Erkeklerge onda bir zulüm kılıvatkan yerge o ayallarga kancılık berman bolalaydı. Yani onun erkeklerini türmüge taşlavazsan, lagerge taşlavazsan, onundaki ulanın ayallı bu azapını tatmamdı bu. Zulümünü tatmamdı. Yani bizge hep bakan bu bizim zulüm, bu insaniyetke karşı cinayetler yalnızla erkek demeslik lazım. Yani erkek arkalık ailesine yani ayallarına ve ballarına mı bu tesir yetkizdi. Bu bir psikoloji cette bir travma bulup o ballarınki konuda içinde kıp kaldığın ehvallar var. Şununla bu zulüm iğir de görüş lazım hem de. Anınki siyasi zihniyetinden töpeylemdi. Unutulmalı yine şu tədqiqatlarga qaragан vaqtida erler bilan Uygur ayolları zulümge uçraş jihatincho erler biraz uçurgan bolsa ayollar bir nechta uçramdikin deb o'yladim men. Nimishqa desangiz siz mi deb o'tdingiz. Ayol erlarni birga turmoq tashlab qiynish mumkin, ammo ayollar ham turmoq tashlab, ham qiynab, ham bosqinchilik qilib, ham izzatiga tegib qilgan bu ish kuchasi ayni ig'ir bir ahvol. Chunki bu bir mustamlika bir davlat bo'lgandan keyin bizning Uyg'ur ellarininki g'ururini sundirish uchun bo'lsinmi, bizga nisbatan eng ippitimiz hisoblangan ayollarimizning g'ururiga tegsa, psixologik jihatdan o'zimiz bek ojiz qilishimiz mumkin. Yani buni bu urushlarda Dimishqalıqı düşman askarları kelsa, shu yerli xalqning ayollariga tajovuz qildi. Maqsad ularni psixologik jihatdan butunlay ojizlashtirib o'tishadi. Şu lagerden çıkanla terbiye aldık yani o. Tarih derslerde terbiye aldık ya. O Xitay malumla sizlerinki Uygurların ecdatı ayal bolsa şu payişe erkekler olsa şapakçı da ajna ügütüptü. Yani seninki gururunu, inavetini, insanlık bir tuygunu hemini yoktuşka tırşıvatkanı mı körümüz. Etey aşı
seninki ecdatını ayarlamış da meynet paskine kakla o bu deyişler. E, bu naiti bu 21. əsrge insaniyetge mas kelmeydigan bir xil ifadeler değil mi bu? Xitay tigi aşınından kutlamayıvadı misalga. Onun için biz devamlı sizni ta'kidlab ko'ryapsiz. Endi belki xato tushunib qolmasin bizim ko'rurmanlar. Biz delik abstrakt tefekkür deb yuqori emas deb o'ylayman. Nimishqa desangiz, bir er kishi nisbatan ayol kishi uning ipiti bo'lsa, undaqda bir millat nisbatan uning ipiti ash territoriya, ash davlatning o'zi. Ya'ni Uyg'ur millatiga nisbatan uning ipiti ash Sharq Turkiston zemini deb o'ylayman men. Endi demoqchi o'g'lim, bizning Sharq Turkiston zemini qo'ldan ketdi degan gap, Uyg'ur millatniki ipiti ma'lum jihatdan qo'ldan ketdi degan gap. O qanday oldu? Ondaki bizim işbitimiz oğa ayollarımız yoki qizlarimizning işbiti endi hatto tushunilmasin bir-birlab yana ketib qolgan yoki kapolat asli olmaydigan ishlar bo'ldi ekan endi. Bu nima ish deyman desangiz muallim. Bu BBC'de bizim lagerda bosqinchilik xabarlar chiqdi-ku bemezgil. Chiqqandan keyin shu men Ankarada olmuşsun yoki İstanbulda olmuşsun. Çık Uyg'urlarning ay işbitimiz depsen doğup ket degan gapni chiq anladım. Xato emas, to'g'ri gap. Lekin siz Allah bilir sen zeminini yo'qotib qo'ydik, mahrum qoldik. Senin iş bitimlik zaten küpü ketti. Yani sen çoğun cihetimde kaygırdıganın ornuna küçük işler uçu, küçük işler deginim hem de. Bu sürekli oylap bulamagan ki muşuna işleri merkez işip kalsan. Çünkü ameliyatda bunun keyindeki zulümün tigi de şu. Zeminin kolunun gidişi de oylayayım ben hem de. Siz kanda karaysınız. Şu misalga bizninki vatan bizni ata bobamızninki kaldırıp koygan miras hem de. Biz vatanı anıga okşutumuz. Şuna koy, şununla ana vatan deymiz. Hazır ana vatan Xitayning tecavüzge uçuravatıdı. O anne hazır kakşavatıdı meni kutkaz ballarım deb. Misalga manda bir logika bilan tushungan vaqtida bu ipetninki qandaq depsende qilingan qandaq kirlatganligini tushunishga bir asan to'xtaydi endi. Şununla bu bir milletninki g'ururiga chekinish aslında o milletni yo'qotishninki bir uslubidir u. Seni şu insan seviyede, insanlık seviyede bulmasın deb ajına bir halıga ekildi. Ahire şunun bilan sen kul bulursa. Ahire şu nü degan xat var o. Alıga erkekninki tizig'i çökünüp xizmetini qilgan bir resim o nü degan. Aşı jaguvundaşna yazıqlı. Ahire şu Uyg'urlarni şu Xitoyga tiz çöküp onun hizmetini kıldıran adamlarga aylantirmoqchi hamda shu. Bunda bir narsa ahırlaştırmak gelip program var. Bu bizim hem de dava köp kırılık, köp teremlikte olayım. Ayol kishini huquqini qo'llaydigan tashkilotlar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ayollarning huquqini, ekologik tenglikimizni qo'llaydigan, ya'ni har jihatdan. Ammo davomizda bir yo'nalish ketyotidi. Hamma ichida bor, da'voning ichida. Ammo mutaxassislashgan, kasblashgan bunda bir taraqqi qilamiqda. Shuni demak shu o'g'lim bu xalqaro ayol kishining huquqi desa, nihoyatda qizg'in qarshi o'yindi. Yani Avrupa'da, Amerika'da, bu taraqqiy topganlarda ayol kishini huquq qo'llayman deydigan bir tashkilot yoki bir shaxs chiqsa, alohida e'tiborga erishuvdi. Ya'ni amaliy ish qilinmasmi, lekin ko'p odam diqqat tortdi ekanda. Shunga tavsiyam endi. Alloh buni qurilishi kerakdi bu. Lekin ayol kishini huquq qo'llaydigan bir dernek yoki keng ko'lamlikchi shu qurilgan bo'lsa, balkim da'vo xil bir yerga boradi deb o'ylayman. Siz qanaqa qaraysiz bunga? Meyli xalqaro munosabatda bo'lsin, meyli boshqa sohalarda bo'lsin, bir feminizm deydigan bir eqim bor. Feminizm eqimininki ko'z qarashi shu. Bu jahonning nüfusunu teşkil qilgan ayollar 20. Undaqda bu siyosiy, xalqaro munosabat, ticari, pul muomalasi, hareketler o bulama ayollar bunu artış lazım. Hatta şu işini, çoğun işini kılvatkan erkekini tutkama şu annesi şu ayal deydi. Şununla ayallarının rolü buluş lazım deydi. Bu doğru hemdi. Ama bu dünya hazır ataerkil deydiğen bir cemiyet kurulmasında bu başka ayal kişiler de o seviyede bulmasın ama her devlet onunla hak tutunuş lazım. Misalga deyli, Avrupa devletlerinin ki şu ministerlikka qarab bak neçe ayallar bak.
Milletvekilleriga qarab bak, necha ayollar bor. Yani ular beriyotidi. Ammo Xitoyga qaraydigan bo'lsang, shu qop-qora yoda nima kulrang chapanni kiydi-ku, shu o'msa o'xshash bir kiyimda shu jomomidek tizilib shu majlisda o'tirdi. Ayol kishini ko'ramaysan, rangli kiyim kiyganlarni. Anda-manda chiqib qoldi. Asonliq millatlar bir kiyim kiyib chiqdi ayol kishilar. O hammasi yolg'on bir ko'rinish bo'lganligini hammamiz bilamiz. Ya'ni Xitoy ayollarimi aslında bu zulmni ko'ryotidi. Misoliga, o 3 yıl evvel zincirge bağlangan ayal deydigan bir hikaye çıkan. Bu ayal ne? Şu bir nahiyeden yan bir nahiyege setip, balı tuğdurup, onun kaçıp ketmesin deb zinciri bile iğılığı bağlap, o uçurgan erkek bununla münasebet kurup degandek veyran kılıydı. Zihinden ketip kaptı. Misalga bu vaka çıkan vakti da Muşu Cansu ülkesininki emeldarlar bu meseleni yipiş ve bunu paş kılgan adamını cezalandırmamızda koğlap жүрген. Mama bir zihniyette. Misalga tecavüzge uçurgan, yaki o cinsiyet hücumga uçurgan ayollar bir hareket var xalqarada Me Too deydigan. Misalga muşu Me Too hareketini kılaylı dese, Xitay hakimiyeti şu tor betlerini kesip degandek hammani to'saqligini qildi. Yani ayollar yüzüne qutquzish uchun hareketini qilmayotdi. Xitoyning o'zidami bor. Ama Xitoyninki çatma filmlarga qaraydigan bo'lsam, nurg'un ayollar naiti nochi, naiti isil, şu başlık bo'layotgan, şirketning boshlig'i bo'layotgan erkeklar yaloqchilik qilib ketib qolgan o bu. Ama amaliy hayotda uni ko'ramaysan. Yani ba'zi bir 2 yoshida bo'lib qolganlar, ama o umumiy bir 2 misolni umumiylashtirish bo'lmaydi. Şununla o çatma filmde Xitay ayollarını mı aşı sizler şundak seviyede, işte erkeklerle tam beraber bir seviyede yaşayatsızlar deydi o. Ama ameliyatda aşı hukukunu, aşı hakkını talep kılan ayollara imkan vermeyevadıdı. Misalga bu 5 ayollarının hakkını kokdaymızda bir cemiyet kuruptu. Bu cemiyetini kurup faaliyet kılıp boğucu cemiyetini yiyip etken gap, ulanı yaman adam da köstü, ulanın Batman çaplap yaman yaplarını kılıp fitne edip veren kılıp etti misalga da. Şundak turukluk o 5 ayolının 2 ayolının şu BBC'nin ki halkaradaki namlık 100 ayol degan tizimlikte ikisini koygan gap yani. Yani Xitoyning ayollama bu zulmni ko'ryotdi de. Bundan misollar yamanchiq tabii. Aziz ko'ruvchilar, biz bugun programmamizda Sri Lanka bosh ministrininki Xitoy ayollar haqida va Xitoy davlatining ayollar tutgan pozitsiyasini chiqish qilib turib, Xitoy madaniyat ayollarning o'rni va Xitoy davlatininki Uyg'ur ayollarga qaratgan siyosatini bir analiz qilib chiqqan bo'ldik. Mana sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.